Samarqand. Tarix va an'analar eshigi. Kelajak sari intilayotgan shahar. Aynan shu yurakda biz, azizon, kolbasa mahsulotlarini ishlab chiqarib kelmoqdamiz. Kolbasa mahsulotlarini ishlab chiqarishda asosiy xom ashyolardan biri go'sht hisoblanadi. Shuning uchun ham barchasi mana shu yerdan, ya'ni go'sht yetkazib berishdan boshlanadi. Avvalambor tanlangan buqa mutaxassis tomonidan ko'rikdan o'tkaziladi va undan olingan qon laboratoriyada tekshiriladi. Barchasi joyidaligiga ishonch hosil qilingach, jonliqlar sanitariya va xalqimiz muhim deb bilgan qoidalardan kelib chiqqan holda ishonchli tarzda so'yiladi. So'yilgan mol taqsimlanib bo'lingach, go'shtlar muhrlanadi va ishlab chiqarish uchun yuboriladi. Odatda kolbasa tayyorlashda bir necha go'shtning kombinatsiyasidan, jumladan mahsulot turi va naviga qarab tovuq go'shtidan ham foydalaniladi. Tovuqlar o'zimizning qassoblar tomonidan eng muhimi ishonchli tarzda qo'lda so'yiladi. So'yilgan tovuq go'shtlari ham ajratilib, ishlab chiqarishga jo'natish uchun tayyorlanadi. Ishlab chiqarish hududiga keltirilgan go'shtlar taqsimlanadi, suyak, pay va shu kabi ortiqcha qismlardan ajratilib, foydalanish uchun navlarga bo'linadi. Navlarga ajratilgan go'sht parchalash uskunasi yordamida maydalanadi. Maydalangan go'sht, tuz va boshqa qo'shimchalar yordamida marinadlanadi. Keyingi bosqich retseptlash bo'lib, mahsulot tarkibida tabiiy hamda ishonchli ziravorlardan foydalanishga alohida e'tibor qaratiladi. Barcha xom ashyolar retseptga ko'ra tayyorlash uchun kater uskunasiga solinadi va kerakli konsistensiya hosil bo'lgunga qadar vakuumda maydalanib aralashtiriladi. Tayyor bo'lgan massa maxsus taralar yordamida qadoqlashga olib o'tiladi. Qadoqlash jarayonida tayyor qiyma uskuna yordamida qobiqlarga to'ldiriladi. So'ngra kolbasalar maxsus ramalarga teriladi. Keyingi bosqichda mahsulotlar maxsus termokameraga joylashtiriladi. Dudlash jarayoni har bir kolbasa uchun mo'ljallangan sozlamalar va eng muhimi, tabiiy dudlash usulida amalga oshiriladi. Tayyor bo'lgan mahsulotlar termokameradan chiqariladi va sovutish uchun sovuq dush tagiga olib o'tiladi. Harorat me'yorga kelgach, kolbasalar tayyor mahsulotlar omboriga olib o'tiladi. Tayyor bo'lgan buyurtmalar xodimlar tomonidan transportga ortiladi va mahsulotlar savdo markazlariga yuboriladi. Shunday qilib, bugungi video rolik orqali Azizon brendining kolbasa ishlab chiqarish jarayonlarini batafsil yoritib berishga harakat qildik. Azizon, ishonchga loyiq kolbasa va go'sht mahsulotlari.